Assalomu alaykum, Toshkent dengiz oromgohi kuzatuvchilari. Mana dam oluvchimizdan hozir sanatoriy to'g'risida fikr-mulohazalarni so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mana men bugun 4-kun bu sanatoriyga, Toshkent dengiz sanatoriyiga kelganimga 4-kun bo'ladi. Asosan tovon og'rig'i bilan kelgan edim. Oyog'imni bosa olmasdim kelganimda. Bugun 4-kun shunaqa zo'r natijalar bo'lyapti. Ta'riflab berishga til ojiz. Ikkala tovonim ham hozir rosa zo'r darajada tuzaldi desam ham bo'ladi. Gap yo'q. Lecheniялariga juda ham yaxshi. Biz xursandmiz, bunaqa sanatoriy borligini bilmagan ekanmiz. Tavsiya qilaman sizlarga ham shunaqa sanatoriyga kelib, shunaqa yaxshi lecheniyalar olishni. Rahmat butik xodimlarga ham juda ham yaxshi, xushmuomalali qizlar sanatoriyda ishlashyapti. Xursandman kelganimdan. Rahmat opa, sog' bo'ling, yaxshi dam oling. Rahmat, sog' bo'linglar.